Sino izdoshi ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasiga tashrif buyurdi. Bugungi tajribali mutaxassis pediatr Alqosimova Davlatxon Maripovna. Assalomu alaykum. Bugun biz juda muhim mavzu bolalar salomatligi haqida suhbatlashamiz. Shu sababli oliy toifali pediatr shifokor Alqosimova Davlatxon Maripovna bilan suhbatimizni olib boramiz. Assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom. Taklif uchun rahmat. Avvalo o'zingizni tanishtirib o'tsangiz, necha yildan beri pediatr sifatida ishlaysiz? Men Alqosimova Davlatxon Maripovna, pediatr bo'lib 25 yildan buyon ishlayman. Farg'ona shahar bolalar shifoxonasida 7 yildan beri ishlayman. Pediatr shifokor o'zi kim va u nima ish qiladi? Pediatr 0 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni sog'lig'ini himoya qiladigan vrach hisoblanadi. Pediatr vazifasiga poliklinika sharoitida sog'lom bolalarni har oyda tibbiy ko'rigini o'tkazib, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan chiqarilgan emlash jadvali bo'yicha emlashlarni olishini nazorat qiladi. Statsionardagi pediatr ularda topilgan kasalliklari bo'yicha davolash ishlarini olib boradi.